Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Tanjoninglar sog'mi? Sog' salomat yuribsizlarmi? Bugun mana shu bedanalarim haqida biroz axborot berib o'tmoqchiman. 111 ta bedanam bor. Hozir ular 1 oylikdan o'tdi. 32 kunlik bo'ldi. Xudo xolasa 1,5 oylik bo'lgandan ular tuxumga kiradi. Xo'rozlari ham yetilib qoladi. Ko'rib turibsizlar. 2 ta katak qilganmiz bular uchun. Aslida 3 ta katak bor. Mana 3-katak bu yerga mana oyoqlari talpada qolib ketib, ya'ni ko'pchilik ezib yorgan, oyog'i yaxshi yurmayotgan ikkitasini solib qo'yganmiz. 3 kundan beri shu yerda 2 donasi, qolganlari bu katakda hamda mana bu katakda. Kataklarning setkasi 10 ga 10. Ixcham kataklar. Sababi qancha kichikroq bo'lsa shuncha yaxshi. Sababi hozir bularda hidiga, ovoziga hatto ilonlar ham kelyapti. Bir necha kun oldin ilon kelgan, kechasi tovuqlar bezovta bo'lgan. O'sha paytda kelib nima bo'lganini tushunmay qaytib ketgandik kechqurun. Ertalab qarasak, bu kataklar mana yuqori tomoni ochiq joyimiz ham bor shabadaylanish uchun. Mana shu ochiq joyda ilon osilib qolgan, simga o'ralib, o'sha setkaga o'ralib, o'zini o'zi bo'g'ib qo'ygan, ya'ni tushmoqchi bo'lgan, qaytganda boshqa teshikdan o'tib, yana qaytgan. Shu bilan tepadagi faqat bu tomonda hozir ko'rinmaydi u setka. O'sha setkada o'ralib qolgan. Shuni hisobiga o'lib qolgan. Ertalab kelsak, ilonni o'ligi shu setkada osilib yotgandi. Mana hamma tomoni setkalar bilan o'ralgan. Tovuqning katagini tagiga beton quyilgan. Somon tashlangan. Ko'rishinglar mumkin bu yerda ona tovuq jo'jalari bilan yuribdi. Ular alohida. Bu birinchi marta ilon kelish emas. O'tgan yili ham 2 ta ilonni bittasi kalamushni qopqoniga tushib o'lgan. Bu tomonda ham setka mana. Bittasini o'zimiz tutib o'ldirganmiz. Shunaqa voqealar ham bo'lib turadi. Bu parrandalar uchun kalamushlar, qunduzlar. Bizdan keyin bitta uydan keyin katta ariq bor. Ana shu ariqdan keladi albatta. Kalamushlar yo'l qazib keladi bu tomonlarga don istab, chunki bulardan mana bunday donlar to'kiladi yerga, shuni hisobiga keladi. Hamda ana shu teshiklardan ilonlar kalamushlarni yegani kelib, bularga ham hujum qiladi. Tovuqlarimdan bittasini chaqib o'ldirib qo'ygan, ertasi kuni ko'rdik. O'sha ilon o'lgan kuni nimaga o'lganini avvaliga tushunmadik, keyin ilonda osilib yotganini ko'rib bildikki, ilon chaqqan bo'lishi mumkin. Endi bedanalarga kelsak, bedanalarni mana shunday ingichkaroq setkalar bilan o'ragan yaxshi, hech narsa hujum qila olmaydi. Bularga keyin kalamushlar ham hujum qila olmaydi. Hamda bularga beriladigan don suvlarni aytib o'taman. 1 oylikgacha albatta biz suvni qaynatib keyin berdik. Donlarni ham start donlarini berdik avvaliga. Hozir mana endi asta-asta 1 oylik bo'lgandan keyin bunga mana tariq, makkani ko'rib turibsizlar. Maydalangani, bug'doyni maydalangani. Mana semichkalar ham bor orasida. Suli, shunga o'xshash narsalarni aralashtirib, yana bunga albatta startni ham qo'shib qo'yganmiz. Hammasidan aralashtirib qo'ydik. Bu shu aralashmani berib boqyapmiz. Albatta suvlari birinchi o'rinda. Suviga e'tibor berishimiz kerak. Suvsiz qolmaslik kerak bular. Qo'shimcha suvlar qo'yib qo'yamiz.
idishlari ham bor. Mana bu yerlarda ham baklashkalardan qirqib idish qilib qo'yganmiz. Ko'rishinglar mumkin. Hamda bankalarda ham suvlar bor. Suvlarni quyib qo'yamiz. Kichikroq idishlar tushib cho'kmaydigan darajada. Juda ham yoqimtoy bular. Kommentariyalarda bedanalaringiz, tovuqlaringiz haqida ham qo'ying deganlari uchun qo'yib boryapman. Uydagi odamga men uyda deb nomlaganim ham sababi shu. Uyda o'tirgan paytingizda nimalar bilandir shug'ullansangiz, dardga chalinmaysiz, harakatda bo'lasiz. Boshqa narsalarga uncha e'tiboringiz chalg'imaydi. G'iybatga vaqtingiz qolmaydi. Charchab kechqurun yaxshi uxlaysiz, ertalab yaxshi uxlagandan keyin yana boyagidek sog'lom bo'lib o'rningizdan turib bemalol harakatingizni qilasiz. Ya'ni harakatda bo'lasiz. Tovuqlarimiz o'sha albatta hozir ko'k o'tdan ko'proq beramiz bularga. Setkani u yog'ida mana ko'k o'tdan ko'proq beramiz. Bug'doy. Yana bir narsani hozir erta bahordan beri berib kelayotgan narsam bu zardob. Bularga tezda zardob, ko'k piyoz, sarimsoq piyoz, chesnok qilib berib turibman. Bularning sog'lom bo'lishi uchun. Bedanalar o'ta jazirama issiqda. Mana yuqorisida shunday falgalar bilan to'sib qo'yganmiz. Paralollar bilan. Yana bo'z tortib qo'yamiz. Kerak bo'lsa, mana bunday yashil setkadan yana ichkarilarga ham yuqorisiga to'sib qo'yishimiz mumkin. Ventilyator qo'yishimiz kerak bo'ladi. Hali o'ta issiq jaziramalarda bularga o'sha 30 gradusdan yuqoriga o'tib ketmasligini ta'minlashimiz kerak. Iloji boricha. Vaqtida qarasanglar hidlanmaydi, pokiza yashashadi. Tagida ham setka bo'lgani uchun buni mana tagiga lata tashlab qo'yganmiz. Tezda uni olib, o'rnini almashtirib turamiz. Bular bir-biriga ziyoni tegmaydi. Mana dam olib yotishibdi, qorinlari to'q. Yemlarini uzmayman. To'g'ri, biroz kattaroq xarajat qilaman. Lekin shuni bilamanki, bundan zarar ko'rmayman. Endi xarajatimga kelsak, bularni 3000 so'mdan olganman. Hozir mana salkam 20 kun boqdim. 20 kun bo'ldi eng kamida. Aniq chislasini hozir hisoblab chiqara olmayman. Taxminan 20 kun bo'ldi. 20 kunda har bitta jo'ja 6,5 ming so'mga aylandi. Ya'ni 3000 so'mlik jo'jalar 6,5 ming so'mga aylandi. Yana kuniga yana ozgina boqsam 7 ming 8 mingga aylanganda bular o'sha tuxumga tayyor bo'ladi deb umid qilaman. Hozir endi albatta donlarga ko'proq ketadi. Boshida shu donlarni vaqtida berib tursak 30 gramdan don beramiz bularga. Kuniga 30 gramdan to'g'ri kelyapti. Keyin bular уже tuxum tug'ishni boshlashadi xudo xolasa. O'tgan yil ham boqqanman, lekin ozroq boqqanman. 20 ta olib boqib o'rganganman. Bir yil mana havo hozir yaxshi havo. O'ta jaziramada ehtiyot qilsam bo'ldi buni. Keyin xudo xolasa hosilga kirganimizda yana video qilib ko'rsatib boraman. Hammanglarga e'tibor uchun rahmat. Tanjoninglar sog' bo'lsin. Like qo'yganlar qo'llaringlar dard ko'rmasin deb qolaman. Kommentariyalarda o'zinglar fikringlarni, savollaringlar bo'lsa albatta yozinglar. Omon bo'linglar.